Yo'q, bet ko'rinishiga qaraganda narxlar otib kalasi bo'lib yotgandir. Bugun masligi ko'rinish shohona, lekin narxlari hamyonbop bo'lgan joy ko'rsataman. Atmosfera juda ham chiroyli. Menyuda ham tanlov rosa ham ko'p. Buni tanlaguncha boshingizdan ham qoladi. Men ham ko'zimga chiroyli ko'ringan narsalardan buyurtma qilib yubordim. Birin-ketin yetib keldi. Birinchisiga noxot cho'rak. Bay noxot cho'rakni yorib yuborish lekin. Shirasi shunaqangi zo'r qaynab shira tortgan. Xo'p, asarda keladigan bo'lsangiz, tokkan lekin bo'plab qo'yishdi menga yoqdi. Undan tashqari go'shtlari ham juda ham mazali va yumshoqqina bo'lib pishgan. Mana shu Ahmadjonga limonli siqib shirasi yaxshi ko'raman-da. Ha, sizga ham yoqadimi? Ha, aytgancha, bu joyga meni nomimdan keladigan bo'lsangiz, kichik tadbir uchun 10% chegirma qilib yashar ekan. Ayollar jamoasi bilan kelish uchun ham juda ham qulay. Chunki hamma yoq mana shunaqa ko'rib turganingizdek alohida xona bo'lib yotibdi. 6 kishidan naqd 20 kishi sig'adigan xonaligi bor ekan. Undan tashqari bolalar bilan keladigan bo'lsangiz, alohida bolalar maydonchasi, alohida xonaligi bo'lsa, pul olishmas ekan. Kelib boradigan joy ekan o'zi ham. Bu joyga bir marta keladigan bo'lsangiz, men aniq bilaman, doimiy mijoz bo'lib qolasiz. Afsona. Albatta siz ham kelib ko'ring. Bu joy Mirobod tumani Bilimdon 18 da joylashgan. Aniq lokatsiya Telegram kanalda bor.